Nega dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari maktablarda telefonni taqiqlayapti? Misol uchun Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Daniya, Gretsiya, umuman 100 dan ortiq mamlakatlar telefonlarga turli shakllarda taqiqlar qo'yyapti maktablarda. Ular emasmidi sun'iy intellektga milliardlab dollar sarflayotgan? Ular emasmidi zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratayotgan davlatlar? Ha, ular edi. Lekin ular bir haqiqatni hammadan oldin anglashganga o'xshaydi. Bu haqiqat kelajakni bilim qurishi. Bilim esa diqqat bor joyda paydo bo'lishi. Nima demoqchiman? Hurmatli do'stlar, bolaning diqqatini telefonga kelgan birgina SMS yoki birgina ko'rilgan video reels, qanaqadir kelgan bildirishnoma parchalab tashlaydi va o'sha ondan boshlab farzandingiz fikrlashdan to'xtaydi. O'qituvchining berayotgan dars unga zerikarli tuyulishni boshlaydi. Diqqati parchalandi. Shuning uchun men bu haqda juda ko'p gapiraman, do'stlar. Bolaning kelajagini bugundan himoya qilish kerak. Kerak bo'lsa O'zbekistonda ham tezroq mana shu qat'iy cheklovlarni qonun bilan joriy qilish fursati yetib